To'xtab turing. Agar sizga kinolardagidek ikkinchi qatamli qayta yashash fursati bo'lsa, siz qanday yashagan bo'lardingiz? Men o'ylaganimni she'r orqali bayon qilib boqay. Siz o'ylaganingizni inkas rayonida qoldirib qo'ying, o'rtoqlashib boqaylik. Hayot menga barsigar fursat. Qayta boshdan yashab boqqumba. Qo'yib sadda oq ko'ngillikni o'zimga atab boqqumba. Cho'rib etib barcha g'amlarni, g'am bostirgan oshu damlarni tashlab qo'yib hammani o'zim uchun yashab boqqumba. Yotlar uchun bo'lsam muchiraq, yaxshi demas hech kishi biroq, shundaqlardan turib neriroq o'zim uchun yashab boqqumba. To'shdi amdi ko'ngilda toqat, o'tgan kunni eslamay faqat, unutib hammani mangu to abad o'zim uchun yashab boqqumba. Kechir o'zim seni unutib ketganimni, azoblarda yuragimni dog'labman. Kevser 21% gazli limon ichimligi miqdori jiq, ta'mi yaxshi. Qo'rg'on mayliq tomoq degan ishsingiz önüme teximi yaxshi. Bir qatim tetib yiqishingizni tavsiya qilaman.